Hazreti Aysoni tutqun qilganlar uni bosh ruhoniy Qayofaning oldiga ilib berishdi. Tavrat ustozlari bilan xalq oqsoqollarimi u yerda jam bo'lishgan edi. Petrus Hazreti Aysoga toki bosh ruhoniyning g'o'lisigacha yiroqdan ekishib bordi va ishning natijasini ko'rish uchun ichkariga kirib, qorovullarning yeniga o'tirdi. Oliy ruhoniylar va butun oliy kengashma a'zolari Hazreti Aysoni o'lim jazosiga mahkum qilish uchun yolg'on isbot izlatdi. Bir muncha yolg'on guvohchilar o'tirg'i chiqqan bo'lsa-mu, isbot ko'rsatib beramadi. Oxirda ikki guvohchi o'tirg'i chiqib, bu odam men Xudoning ibodatxonasini buzib tashlab, 3 kun ichida qayt yasab chiqa olayman degan dedi. Bosh ruhoniy o'rnidan turib, Hazreti Aysoga: "Qani, javob bermamsan? Ularning sening ustundan bergan guvohlarga nima deysan?" dedi. Lekin Hazreti Ayso lom-jim demedi. Bosh ruhoniy uningga: "Mangu hayot Xudo oldida qasam qilishingni buyurayman. Aytqin, Xudoning o'g'li, qutqizg'uchi Masih senmi?" dedi. Hazreti Ayso mundaq javob qaytardi: "Sizning deganimizdek. Lekin shuni bilib qo'yingki, buningdan keyin sizlar inson o'g'lining qodir Xudoning o'ng yonida o'tirdiganligini va ko'kdagi bulutlar ustida keladiganligini ko'rsizlar." Bu so'zni anglagan bosh ruhoniy to'nlarini yirtib tashlab, "U Xudoga kufrlik qildi. Endi boshqa hech qanday guvohchining hojati qolmadi. Sizlar uning kufrliklarini angladinglar. Endi buningga nima deysizlar?" dedi. "O'lim jazosiga tegishli" deb javob qaytarishdi ular. Buning bilan ular Hazreti Aysoning yuziga tükürib, uningga mush otdi. Ba'zilari uni qachotlab: "Ey Masih, payg'ambar bo'lsang, aytib boqina, seni kim urdi?" deyishdi.